Siz jamiyat hayotida faol ishtirok etishni, insonlarga yordam berishni yoki davlat va siyosiy jarayonlarni chuqur tahlil qilishni istaysizmi? Unda Buxoro davlat universitetining ijtimoiy ish, sotsiologiya va siyosatshunoslik yo'nalishlari siz uchun ayni muddao. Ijtimoiy ish yo'nalishida tahsil olgan bitiruvchilar Ijtimoiy himoya milliy agentligi, inson ijtimoiy xizmatlar markazlari, reabilitatsiya va bandlik tizimlarida faoliyat yuritib, aholining ijtimoiy himoyaga muhtoj qatlamlariga amaliy yordam ko'rsatadilar. Sotsiologiya yo'nalishi esa jamiyatdagi jarayonlarni ilmiy o'rganish, jamoatchilik fikrini tahlil qilish va muhim ijtimoiy tadqiqotlarni amalga oshirish imkonini beradi. Bitiruvchilar davlat organlari, ilmiy markazlar, marketing va konsalting kompaniyalarida muvaffaqiyatli faoliyat yuritadilar. Siyosatshunoslik yo'nalishida esa davlat boshqaruvi, siyosiy tizimlar, xalqaro munosabatlar va siyosiy tahlil asoslari o'rgatiladi. Bitiruvchilar vazirliklar, hokimliklar, siyosiy partiyalar, xalqaro tashkilotlar hamda ekspert tahlil markazlarida ishlash imkoniyatiga ega bo'ladilar. Buxoro davlat universiteti kelajakka ishonchli qadam. Bugundan o'z muvaffaqiyatingiz sari yo'lni biz bilan boshlang. Buxdu bilim, imkoniyat va muvaffaqiyat maskani.